Assalomu alaykum. Bunyodbek Uz kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalar, opa-singillarimiz, qadrdonlarimiz. Bugungi sanamiz 23-avgust hafta kuniga yakshanba, Andijon viloyati Baliqchi tumani. Baliqchi chorva mol bozoridan bo'ladi bugungi video roliklarimiz. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib, kommentariyada o'z fikrlarni qoldirib o'tkatasizlar. Videolarimizda, so'zlarimizda har xil xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Qani unda videolarimizni boshladik. Shu mashetda bitta yirik buqa chiqib qolgan ekan, o'zimizni jaydari buqalardan. Ammo yiriklari rasi yirik. Aka taroziga qo'ymadingizmi buni? Taroziga 865 kilo kelibdi taroziga. Xo'p, oyog'iga nech pullar aytyapsiz aka? 50 million so'rashyapti, 60 million deyapti. 60 million so'm akamiz narx aytyapti ekan, 50 million so'm savdolari bo'lyapti ekan. Kamida xonadoninglarda mana shunaqa buqalardan 10 donadan bo'lsin, niyat qildim deb like bosib qo'yasizlar. Qani keyingi buqani ko'rsatib o'tib ketamiz. Ola paroda ishqibozlariga, orqa oldilari pachka, yemlangan variantlaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Nech pul deyapsiz tog'a buni? Buni 55 million deyamiz. 55 million so'm kamlari bor. Taxminiy bo'ylari shu 1.35 plyusida, 1.40 atrofida chiqib qoladi. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, ammo go'zalliklari go'zal. Nech pul narx aytyapman dedingiz tog'a? 55 million. 55 million so'm tog'amiz narx aytyapti. Savdosichi hoji bu? 46 million qildi bermadik. Turishiga 46 million so'm. Taroziga ham so'rashdimi? Nech pul eng oldisi? 68 dan bermadi. 68 ming so'mdan taroziga qilishibdi, berishmabdi. Lekin buqani qorinlari ham yo'q, semizliklari semiz. Yaxshi buqa ekan. Yerenford ishqibozlariga. Yerenford buqamizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka pulini nech pul deyapsiz? 30 deyapsiz. 30 million so'm kamlari bor. Necha oylik bo'ldi ekan? 6 oydan o'tgan ekan. Nech pul bo'lyapti savdo? 25,5 million so'mga berishmabdi. Mana shu tog'amizni oilaviy kuzatishib borar ekan. Shu oilasiga salom aytyapti. Xayrlisiz tog'a. Oilalardan uzoqdanmi? Bo'ston tumanidan ekan akamiz. Oilalardan uzoqdan-da. Yo'q, endi doim ko'radi, bab qancha yaqin bo'lgan sari yaxshida. Gap yo'q tog'a. Olib qo'ydim ammo. So'z siralaringiz bo'lsa bildiring. Joningiz sog' bo'lsin. Ashta semiz buqalarda ham mana savdolari bo'lib turibdi. Qaysi biriga ekan bilmadim. Hozir bilib o'tamiz. Barakasi bo'ptimi aka buni? 64 ming so'mdan. Haydab turaymi? 64 ming so'mdan taroziga bo'pti. Taroziga qo'yishmadimi hali aka? Endi olib chiqishib ketyapti ekan. Shu taxminan shu 600 kiloga yaqinroq chiqib qolsa kerak buqamiz. 600. Chamada endi. Ya yaqin deyapti. Gap so'z yo'q. Bering to'g'ri kelsa. Mana shu yerda mana qaynoq savdolari bo'lyapti. Shu Avlikol buqamizga bo'lyapti savdolari. Nech pul berdingiz aka? 26,5 million. 26 million 500 ming so'm savdolarining ustida. Nech pul narx aytyapsiz tog'a? 30 kilo. 30 kami bor. Lekin buqa chiroyli ekan, yaxshi buqa ekan. Arqa oldilari pachki, go'zalliklari go'zal. 26,5 million so'm savdosining ustida. Yo, 50 million qilib aytsa, 50 ga arzon pul so'ramayapman. Jo, hoji aka. Nech pul berdingiz? 26,5 million. Kichkina pul so'ramayapman, 25 yo 24 qilayotganim yo'q. Jo, hoji aka. Bering hoji buva. To'rt odam to'planib qolsa, ozgina bor. Qilaverman, hoji. Mana bobar aka. Baraka. Mana tigizdan chiqsa, hoji bo'ldi oldim mana. Rozimisiz? Qiyilmay bering. Bering. 25 millionga olmayman. Bering, tog'a ko'nglingiz berib bo'ldi, bering. Ko'nglingiz berib bo'ldi. Kulib turar ekansiz, ammo bermang mana uni. Bering. Xudo baraka. Kelar rozimisan deb qo'y tamom. Mana. Kelar rozimisan deb qo'y bo'ldi.
26,5 million so'm savdolari qizib qoldi shu buqani. Avlikol buqani. Ozgina qo'sh, 100 so'm. 26. Akishga mana sotaman, Kelar rozimisan deb qo'ying bo'ldi. Savdolari qizg'in bo'lyapti. 26,5 ga bermayapti. Ozgina qo'shing beraman deyapti. Ozginasini Alloh bersin, tog'a. Alloh bersin. Ozginasini Alloh bersin. Bering. Aka. 26,5 million so'mga bermadi. Shu yerda shved buqamiz ham bor ekan, akalarimiz ushlab turdi. Akalar kunlar hadi. 28,5 ga. 28 million 500 ming so'm kamlari bor. Savdosi aka 26 million so'm. Ammo etlari zo'r, hamma yo'lari yaxshi ekan. 26 million so'm qilib berishmayapti. 26,5 ga bu. 64 ming so'mdan taroziga. Bo'lgan buqamiz olib chiqib ketyapti. Taroziga olib ketishyapti. Yemlashga tayyorlaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka narxini nech pul deyapsiz? Aka narxini nech pul deyapsiz? 30 million so'm kamlari bor. Kuraklari bormi aka? Kuraklari bor ekan. Olib borasizlar, yemga tashlaysizlar. Aka savdosi nech pul beryapti? Savdosiga 26 million berishyapti. 26 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. O akalar oldinglarmi xunajinda? Ha? Yana bolami? Nech pul? Yana bola 65 million so'm bo'libdi. Ko'rsatib o'tib sizlarga. Ona bola. Juda go'zal ekan. Enasi ham necha oylik? 2,5 oylik bo'g'oz ekan. Arzon muhtashimo. 65 million so'm. Bunisi nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 21,5. 21 million 500 ming. Shved buqa ishqibozlariga. Shvedlar qatoridamiz. Aka narxini nech pul deyapsiz bu go'zalini aka? 26 million so'm kamlari bor. Necha oylik bo'ldi ekan? 5 oylik dedi egasi. 5 oylik dedi egasi deyapti akamiz. Qanchaga? Nech pulga? 3tasi 26 dan bu. Mana Nashi ham sherik ekan 26. Tuzimsiz 26 million so'm mazmunni o'zgartirmaymiz. Aka savdosi aka? Hozirgi savdosi 23 million so'm hozirgi bo'layotgan savdosi ekan. Berishmayapti ekan. Aka, jupi sizniki go'zallari. Ishqibozlarga qoldiramizmi nomerlarni? Ayting aka. 33lik 210 7702 7707 ekan. Manzil qayerda aka? Andijonda Zelnamosdan ekan akalarimiz. Endi ko'proq u tomonli akalarimiz Qo'rg'ontepadan olib tushishadi bunaqa shvedlarni zo'rlarini. Ammo sortlari yaxshi bo'zaylar ekan. Qorayib mana shunaqa aytdi. Blogerchilar, Gap so'z yo'q, bo'pti. Mana shvedlar yoshroqlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu yerda olim nech pul oldi aka? Pulini bilmabdi. Pulini bilishmabdi. Aka bunga nech pul narx aytyapsiz? 24 jupi. 24 dan kamlari bor. Savdosi aka. Jupiga. Jupiga savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Sifatlari chiroyli buqalardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka nech pul deyapsiz? 24 dan. 24 million so'm kamlari bor. Taxminiy bo'ylari 1.10 kilusida, 1.15 ga yaqinroq chiqib qoladi. Arqa oldilari kelishgan. Savdolari-chi aka? 21 ga boryapti. 21 million so'mgacha savdolari boryapti ekan, bermayapti ekan. Bunyodbeguz aka. Bunyodbeguz. Do'stlar chiqadim sirasi. Yo'siz chiqadi, ha. Hozir chiqadi 1 soatda. Nech pul bo'ldi ukaxon? 19 million so'm bo'ldi aka. Zo'r bo'pti, arzon bo'pti. 19 million so'm bo'pti mana, olib chiqish ketyapti. Taxminiy bo'ylari 1.15 atrofida chiqadi.
Arqa holatlardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu yoqqa foydasi. Ketdik mana savdolari bo'lyapti mana shu yerda. Odamlar o'rashib qolibdi. Blogerlik ham qilyapsiz. Duymisiz? Nech pul so'rashyapti aka mashinasini? Ha? 26 milyon 500 ming so'm savdolari bo'lyapti. Savdolarning ustida mana 26,5 ga. Bering akamiz ham so'ramabdi, yaxshi so'rabdi. Kelishinglar. Omma jonivor ko'chatlari haqiqatda chiroyli aka. Bo'ladigan narsa ekan. Bunyodbeguz. Qaysiga bo'lyapti savdolar? 52 bo'ladi. Jupiga. Abu akani olib qo'y. Mana masha akalarimiz Rossiyadan kuzatib turgan obunachilarimiz like bosib qo'yasizlar, taniganlar kommentga kirib ismini yozib qo'yinglar. Jupiga bo'lyapti. Nariga bu 52, nariga 54. Bu 52 ga olindi. bu 52 million so'mga ikkovini barakalari bo'pti, 26 million so'mdan. Endi narigi ikkovsimi? Ha, 54 million so'm savdolari bo'lyapti ekan mashinasini. Savdolarni oldi ustida. ikkodi. Mashin bilan shunisiga. Bo'pti, kelishinglar, aka ishinglar bitib qolibdi. Beringlar. Qaysi kanal? Bunyodbeguz. 54 million so'mgacha savdosi boribdi, 53 million 500 ming so'm so'rashyapti ekan hozir. Bo'layotgan savdosi. Bor baraka bo'ldi 53,5 ga. So'z yo'q. Obunachilarimiz sizlarning e'tiboringizga ona bola sigirlardan ko'rsatib ketadi. Hunajillarning go'zallari. Mana shu yerda hali ko'rdim semental go'zallardan ko'rildi. Mana shu ham olinib shekilli. Aka, olindimi? Nech pul bo'ldi? 32 million so'm. Bolasi qaysi biri? Bolasi yo'q. Bolasi bo'g'oz necha oylik? 5 oylik. 5 oylik bo'g'oz 32 million so'm. Ya barakalari bo'pti, birinchisiga ekan. Xunajinda ammo bo'ylari bo'ydor, sifatlari chiroyli ekan. Barakasini bersin, zo'r mol ekan aka. Mana shu yerda sizlarning e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Sementalda go'zallarida. Bittasi xunajin, ikkitasi novvoscha. Maynaqa xunajinlardan ham so'raganmidinglar? Sizlarning e'tiboringizga nomerlarini ham qoldirib o'tib ketamiz akalarimiz. Aka dehqonchilikmi, tirikchilikmi sizga aka? Dehqonchilik bizga. Akamizga dehqonchilik ekan. Tagi mol ko'lmi yo mashlar xolosmi aka? Akamizda shu ekan xolos. Xunajiniga nech pul narx aytyapsiz aka? 30 million. Ikkalasi 55, mana 30. Bunisiga 30 million so'm narx aytyapti ekan. Ikkita novvoschasiga 55 million so'm narx aytyapti ekan. Kamlari xudo xolasa g'ijbish, kamlari sizlarda. So'rab olaverasizlar. Aka telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomerlarini olamiz yo'q, ozgina akamiz aloqada bo'lib qoldilar. Shunga bezda qilmaymiz. Mana shu yerda sveji barakasi bo'lib shekilli. Aka qaysi molga bo'ldi barakalari? Qaysi molga bo'ldi? Nech pul aka? Qaysi? Mana bilan narigisimi aka? Ona bola sigirlar. Barakalari bo'lganlaridan. Yo sizlarni olmayman. 57 million 300 ming so'mga. Barakalari bo'lib, tashita pullarni sanab, iplarni almashtirishyapti. Barakasini bersin olganga, sotganga. Onasiga 2 kurak ekan, birinchi bolasi ekan, ishqibozlarga akamiz ham sotar ekan, tirikchilikka olishibdi. Nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Ayting nomeringizni. Bolalarni olganim yo'q aka, molni olyapman. Nomeringizni ayting. Ha, siznikimi? Yo'q, yana Ma haqiqatda go'zal. Endi nima desam ekan? Bo'g'oz bo'lsa enasi yaxshi. Sababi bolasi yirik yo'q, yirikda o'sha. Holati go'zal. Hozir akamiz nomerini qoldirib o'tib ketamiz. Aka, siz ham tirikchilikka oldingiz-a buni? Tirikchilikka oldingiz. Gap yo'q, ayting aka, nomeringizni qoldirib qo'yaman. Shart emasmi? Bo'ldi, akamizni xaridori shetda ekan.
Nomer qoldirishmadi. Ona bola. Tishlari 6 ta ekan. Joni kichikroq. Shu taxminiy bo'ylari 1.15, 1.10 kiloda chiqib qoladi-da. Bolasi xunajin ekan. Pulini nech pul deyapsiz? Aka pulini nech pul? Bulardan ketasiz? Savdosi nech pulga borganini bilasizmi aka? Nech pulga bor savdosi? 21 million qildi. 21 million so'mga berishmabdi. Ona bola bolasi novvos ekan, oma chiroyli sigir ekan. Ola Toshkent olalar, Toshkent zebolari. Bolasi novvosida. Puli nech pul aka? Puliga 45 million so'm kam bor. Bu nechinchi bolasi aka? Yondagi bolasi birinchi bolasi. Ishqibozlarga nomer qoldiring aka. 93'lik. 93'lik. 911 911 29 39. 29 39. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib kelishib olaverasizlar. Nechta sutga beramiz aka? 8'si 9'si. 8 ta 9 taga olaverasizlar. Tutamlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Yuvoshliklari ham yuvosh. Apparatga ham sag'diraveramikan aka? Yosh bola ham sog'orar ekan. Aka kelishga oson bo'ladi. Telefon nomeringizni qoldirdik-a? Bozorda savdosi nech pul bo'lyapti? 39 million bergan. 39 million so'mgacha savdolari bo'pti, berishmabdi. Xudo xolasa oz-moz qoldi aka. Gap yo'q aka. Xo'p, shu yerda shu sigirga ham savdolari bo'lyapti. Savdolarning ustida. Bolasi xunajinidan. Nech pulga aka? Vakillar bami olsa beradi, loyiha qiladi. 200 ming so'm kam, 27 million so'm savdolari bo'lyapti. Savdolarning ustida. Shu yerda savdo qilishib turibdi, ammo yoshicha kattaroq ekan sigirni. Endi 27 million so'mga beradi, sababi 200 ming so'rashyapti-yu. Xo'p. Ona bola, bolasi novvosdan so'raganmi deylar, sizlarda e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Nechinchi bolasi? 2-chi bolasi qonida 2 oylik bor, urug'qa qo'yilgan. Uni qarang, ham yonida, ham qonida. Bunaqasi nechta? U 12 ta sutga. 12 ta sutga. Ishqibozlarga ayting nomerni sirazi. 95lik aka. 95lik. 185 185 92 92 22. 22. Dastlabkilar bu besplatniy xizmatlar bor. Gap yo'q, dastlabkilarni yetkazib beradi. Bolasini ham sifatlarini bir ko'rib qo'yinglar. Sizlarning e'tiboringizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Albatta, ammo sigirni bo'ydorliklari shu 1.15 atrofida chiqadi-yu, hosili mo'l ko'l, bolasini ovoz kamiga qonida ham bor. Nomerlarni qoldirdik-a? Gap so'z yo'q. Narxini nech pul dedik? Aka 30 milliongacha qo'ysa beraveramiz. Dastlabkasi bor xizmat ichida. 30 million so'mga oz-moz qo'shsanglar, xudo xolasa bitar ekan. Yuvoshliklarni ham ko'rib qo'yinglar. Mana akamiz ishqiboz bo'lib kelib ko'rayotgan ekan. Bahorga bormak bolasini so'rab kelgan. Xudo xolasa. Bola ham bo'ladi. Urug'qa qo'yilgan. Foyda qiladigan sigir, eng qizig'i. Layklarni bosib qo'yinglar, shunaqa arzon sigirlardan ko'rsatib qo'yapmiz sizlarga. Kam bo'lmanglar. Shuning bilan bugungi videolarimizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.